2025-yil 4-oktyabr. Demak, 42-masala. Quyidagi sxemadagi barcha nol moddalarini toping va barcha reaksiyalarni yozing va hokazo. Demak, bu reaksiyalarni yozib moddalarni topgancha sxema o'zidan demak topish mumkin osonroq. Shuning uchun sxema o'zidan moddalarni aniqlaymiz va keyin reaksiyalarni yozib chiqamiz. Vaqtni ekonom qilish uchun. Demak, boshlaymiz. Demak, CH4. Demak, bu nima bo'lgan? Cracking bo'lganga C2H2 asilin chiqadi. Demak, bu kuchli reaksiyasi natijasida etanol hosil bo'ladi asetaldagi. Demak, CH3. Demak, CH O. Demak, buni oqsasak, demak, kislota hosil bo'ladi. CH3, COH, sirka kislota. Endi E modda mana bu yer ham bor. Demak, CH3, demak, COH. Demak, bu sirka kislota bo'lsa, demak, uglerodi 2 ta. Endi demak, E bilan G nima degan? Gamma bo'lgan. Demak, bu ham nima bo'ladi? Endi kislota bo'ladi. Endi bu bitta karbon tangirib chiqqani uchun bu CH COH bo'lish kerak ekan. Demak, chumoli kislota bo'ladi bu. G. Demak, HCOH. Endi bunisiga qaytamiz endi. Demak, mana bu CH3. Demak, mana buni hammasiga B moddaga, demak, bunga 2 ta uglerod, bunga bitta uglerod. Jami 3 ta uglerod bo'lar ekan. Demak, bu cracking bo'lgani uchun alkan, demak, alkan. Demak, bu metan bo'lsa, bunisi qanaqadir nima bo'ladi? Alken bo'ladi. Demak, 3 talik alken bu propilen. Demak, CH3, demak, CH, demak, CH2. Endi A moddani o'zi nima bo'lib qoladi? Endi 4 ta uglerodli yo butan yo izobutan bo'ladi. Demak, shartga qarasak, termik cracking faqat metan va B modda hosil bo'lgani uchun bu izobutan bo'ladi. Demak, CH3, CH3, CH3. Demak, CH3. Demak, buni qanday yozilsa ham, cracking bo'lsa ham, baribir faqat nima hosil bo'ladi bu yerda? Metan va propilen hosil bo'ladi. Agarda CH3, demak, CH2, CH2, CH3, demak, butan hosil bo'lsa, agar butan deb qarasak, mana bu yerdan bu cracking bo'lgan vaqtga metan hosil bo'lmaydi. Shuning uchun bu izobutan bo'lishi kerak. Endi keyingisiga qaraymiz endi. Demak, B aniq bo'ldi. Demak, E aniq bo'ldi. Endi H. Demak, H ga nima bo'lgan? Xlorlangan. Demak, bitta xlor chiqib ketgani uchun mana bitta vodorod nima bo'ladi? Xlor bilan almashgan bo'ladi. Demak, CH2 xloru COH bo'ladi. Endi bu xlor yana chiqqani uchun, demak, bu nima bo'ladi? NH3 bilan nima bo'lgani uchun glisin hosil bo'ladi bu yerda. Demak, nima hosil bo'ladi? Bu E modda NH2, CH2, COH bo'lib qoladi. Demak, xlor chiqqani uchun. Endi keyingisi F moddaga qaraymiz. Demak, mana bu propilenda, demak, yumshoq oksidlanishi. Demak, bu Wagner reaksiyasi bo'ladi. Demak, bu 2 atomli spirt hosil bo'ladi. Demak, bu nima bo'ladi? CH3, demak, CH, demak, CH2, OH, yana OH hosil bo'ladi. Demak, bu keyin xelat kompleksi hosil qiladi. Uni tuzilishini reaksiya bilan birga yozamiz. Endi mana shu modda aniq bo'ldi. Demak, A modda, demak, izobutan ekan. Demak, tuzilishi CH3, demak, CH3, CH3, CH3. Endi B modda. Demak, propilen, demak, CH3, tuzilishini yozib ketaman. Demak, CH2. Endi C modda. Nima bo'lyapti? Asilin bo'lyapti. Demak, CH, CH. Demak, D modda etanol. Demak, CH3, demak, COH. E modda kislota. Demak, CH3, demak, COH. Endi keyingisi F modda 2 atomli spirt. Demak, CH3, demak, CH, CH2, OH, OH. F modda bo'ldi. E modda nimada? Yani kislotani yozdik. Demak, H modda nimada bu? Xlorosirka kislota ekan. Demak, H. Demak, CH xlor, CH2 xloru, demak, COH. Demak, I modda endi glisin. Demak, I modda NH2, demak, CH2, COH. Ana endi keyingisi. Demak, oxirgi G modda endi. Demak, H, COH bo'ladi. Endi tamom.
Buni ham keyin nima yozish kerak edi? Uni oddiy nima qilib A'ga 2 yozish kerak edi. Bo'lmasa bu tuz hosil bo'ladi. Demak, soddalashtirilgan holatga faqat kumush oksidini o'zgargan reaksiyaga karbonat angidrid chiqadi deb bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bu amoniy karbonat hosil bo'ladi. Xo'sh, endi reaksiyalarni yozishni boshlaymiz. Demak, reaksiyalarni birinchisi cracking. Birinchi reaksiya cracking. Demak, CH3, demak CH3, demak CH3, demak cracking bo'lgan vaqtga T, demak metan hosil bo'ladi, CH4 plus propilen hosil bo'ladi, CH3, demak CH qo'shib CH2. Endi ikkinchi reaksiya nima edi? Ikkinchi reaksiya nimani, metanni cracking edi. Demak, ikkinchi reaksiya, demak CH4, demak T, demak nima bo'ladi? C2H2 asildan hosil bo'ladi-yu. Plus vodorod tashlab chiqadi. H2O3 molekula bo'lsa 2 bo'lsa reaksiya tenglashadi. Ana endi uchinchi reaksiya Kucherov reaksiyasi endi. Sinop tuzlari katalizatorligida. Demak C2H2 plus H2O, demak sinop tuzlari keyin kislatadi muhit. Demak nima hosil bo'ladi? CH3, CHO hosil bo'ladi. Endi to'rtinchi reaksiya. Xo'sh, endi bundan mis gidroksid reaksiyasi bu. Demak CH3 buni CHO plus mis OH2. Xo'sh, bu qizdirilishi kerak bu. Demak kislota hosil bo'ladi CH3, demak COH, demak plus mis bir oksidi plus suv hosil bo'ladi H2O. Demak tenglashtirsak mis 2 bo'ladi. Bu yoqqa 2 bo'lgani uchun 2 bo'lsa reaksiya tenglashadi. Endi 5-chi reaksiya Wagner reaksiyasi. Demak 2 atomli spirт hosil bo'lishi, diol. Demak CH3, CH3 mayda, CH2 to'g'ri, CH2, CH2 da propilenda esdan chiqib ketdi. Demak CH2, CH2. Demak CH2 plus kaliy permanganat plus suv H2O. Demak nima hosil bo'ladi? 2 atomli spirт hosil bo'ladi CH3, demak CHOH, CH2 OH plus demak mini O2 bo'ladi plus suv kaliy OH. Endi reaksiyani tenglashtirishimiz kerak. Elektronlarni hisoblaylik. OH. Demak buni oksidatsiya darajasi -1, bu -2. Demak bu -1 ga o'tadi, 0 ga o'tadi bu yoqqa. Bu -1 ga o'tadi. Demak 2 ta elektron bergan bular. Marganes, demak 3 ta elektron olgan. Demak bu 2 bo'lgani uchun bu 3 bo'lishi kerak. Demak bu 2 bo'lishi kerak. Endi qo'yganlarini tenglashtirib olsak, demak bu ham 2 bo'ladi. Demak bu ham 3 bo'ladi. Kaliy OH oldiga 2 bo'ladi, suv oldiga 4 bo'ladi. Reaksiya tenglashdi. Endi 6-chi reaksiya. Demak kompleks hosil bo'lishi, xilat kompleksi. Demak nima bo'ladi? CH3, demak CH OH, demak CH2 OH plus mis OH2. Demak bu hosil bo'ladi mis, bu yerdan yozaylik. Demak katta reaksiya. Demak mis bo'ladi. O CH2, demak bu ham CH2, bu H bo'ladi bu yerda. Ozgina silaylik.
Demak bu yoqqa H bo'ladi. Endi bu yoqqa O bo'ladi. Demak bu CH2 bo'ladi. Kompleksda bu. Demak bu endi yana O bo'ladi. Bu CH2 bo'ladi. CH2 bo'ladi. Demak bu yana H bo'ladi bunga. Demak bu CH3 bo'ladi endi. Demak bu ham bo'ladi. CH3 bo'ladi. Demak bu yana CH2 bo'ladi. Tamam, plus H2 hosil bo'ladi. Demak mana bu ikkita bo'ladi. Demak bu yerdan 2 qo'ysak, reaksiya tenglashadi. Demak mana bu xilat kompleks mana bu bo'ladi. Bog'lanishi. Endi 7-reaksiya. Demak C3H6 plus kaliy permanganat plus H2SO4 tamam, endi reaksiyani yozamiz endi. Nima hosil bo'ladi endi? Demak reaksiyaga nima qilsam, sxema qilsam, demak CH3, demak COH plus HCOH hosil bo'ladi. Plus MnSO4 plus kaliy 2SO4 plus suv hosil bo'ladi, H2O. Ana endi reaksiyani tenglashtirsak, demak bu 5 bo'ladi, bu 5 bo'ladi. Demak kaliy 8, demak bu 12, H bu ham 5 bo'ladi. Marganin soliya 8 bo'ladi, kaliy 0.2 bo'ladi. Demak suv 0.12 bo'lar ekan. Endi 8-reaksiya. Demak chumol kislotani oksidlanishi. Demak H, demak COH plus buni soddalashtirib yozaylik. Demak 2, demak hosil bo'lishi uchun karbon angidrid CO2 plus HGU plus H2 hosil bo'ladi. Demak bu yerga 2 qo'ysak, suv 2 ta, karbon angidrid 2 ta. Reaksiya teng. Endi 9-reaksiya. Demak nimada? CH3, demak COH plus xlor 2 ultrabinafsha nurlar ta'sirida, demak CH2 xlor, demak COH plus H xlor bo'ladi. Endi 10-reaksiya CH2 xlor, demak COH plus NH3 shart yozsam 2 ta NH3, demak nima hosil bo'ladi endi? NH2, demak CH2, demak COH plus NH4 xlor. Shu reaksiyaga demak bir 2 o'zi bor edi. Demak tenglashdi. Ana endi kamchiliklarga qaytamiz. Demak birinchi kamchilik. Buni aytib o'tdik. Mana bu oddiy nima bo'ladi? Bu holatda nima chiqmasdi? Karbon angidrid chiqmaydi, tuz chiqadi. Endi keyingi jiddiy xatolarga o'tamiz endi. Reaksiya mantig'i buzilgan. Qaysi reaksiya edi bu? Chumol kislota hosil bo'lgani. Mana bu 7-reaksiya ekan. Ana endi demak 7-reaksiyaga qaraymiz. Demak mana bu mahsulot beradi. Chumol kislota hosil bo'ladi. Demak bu chumol kislota hech qachon bu kaliy permanganatni demak muhitda bu holatda qolmaydi. Demak u paydo bo'lishi bilan demak karbon angidrid aylanib keladi. Demak bu yerda reaksiya kinetikasi juda ko'p buzilgan. Chunki mana bu yerdagi propilenning oksidlanishidan ko'ra demak chumol kislotaning oksidlanishi ancha oson bo'lgani uchun demak bu paydo bo'lishi bilan darhol bu karbon angidrid aylanib ketishi kerak edi. Demak bu juda qo'pol xato bu. Bunday bo'lishi mumkin emas. Demak bu faqat bu ham psevdokimiya, qog'ozda bor kimyo, lekin aslida reaksiya jarayonida laboratoriyada hech qachon yuz bermaydigan holat bu. Demak bu birinchi xato. Endi 10-nimaga qaraymiz endi. 10-chi. Endi bu undan ham o'tib tushgan bu. Demak buni ko'rgan vaqtda qutib qoldim to'g'risida. Demak bu xlor chiqish kerak endi. Bu xlor chiqmaydi. Demak bu nimadi bu? Kislota. Bu nimadi? Asos. Demak bu kislota asos reaksiyasi birinchi yuz berish kerak. Demak bu birinchi tuz bo'ladi.
tuzdan keyin demak bu hosil bo'ladi, demak xlor chiqadi. Xlordan keyin H klor reaksiyalari 3-bosqichga nima bo'lishi mumkin edi? Glitsen bo'lishi mumkin edi. Lekin bu to'g'ridan-to'g'ri nima chiqarib qo'ygan? Glitsen chiqarib qo'ygan bu. Demak bu reaksiya ham demak xato. Demak bu birinchi bosqichda demak bu reaksiya yuz berishi mumkin emas. Bunda tuz ajralishi kerak. Demak ikkita jiddiy xato. Demak ekspertlar qayoqqa qarayapti? Tamam.